tomchilab sug'orish tizimini qaranglar. Toshkentda bo'layotgan ko'rgazmada ishtirok etishyapti. Hamma anjomlarni 90% lokalizatsiyalashtirgan, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarishga moslashtirishgan. Bu degani sifat darajasi saqlangan holda arzon mahsulot bizni agrar tadbirkorlarimizga yetib boradi degani. Turboplast korxonasi hozir so'raymiz, sizlar bu ko'rgazmada ishtirok etolmaysizlar, bugun tugaydi. Lekin 3, 4, 5 mart kunlari bu Samarqandda bo'ladi. Assortiment bitta ko'rsatib qo'y. Qanaqa sprinkler deysizlarmi, lifeletlar deysizlarmi? Sinovlardan o'tdi. Biz 1 yil sinovdan o'tkazdik va turboplastga endi kafolat bersak bo'ladi. Bu yerda ko'risha olmaganlar turboplast bilan Samarqandda bo'ladigan ko'rgazmada ko'risha oladimi yo'qmi? Albatta, biz 3, 4, 5 mart kunlari albatta Foto Expo'da qatnashamiz, nasib bo'lsa. O'sha joylarni ham bron qilib qo'yganmiz nasib bo'lsa. Eshitishimizcha yangi assortimentlar bo'lar ekan, yangi zavodlar. Yangi mahsulotlar bilan chiqishni qilamiz, nasib bo'lsa. Yangilik bo'ladi. Inshaalloh. Undan tashqari zavodlari bitib qoladigan bo'lsa, zavodga tashrif ham uyushtirib berishlari mumkin. To'g'ridan to'g'ri ko'zi bilan ko'rishlar bo'ladi, imkoniyati bor bo'ladi. O'rtoqlar, 3, 4, 5 mart kuni ko'rgazmada turboplast kutib qolasizlar. Eng yangi mahsulotlar bilan ishtirok etadi. Ko'rgazmada ko'rishguncha.